Assalomu alaykum. Bizga obuna bo'lgan, bizni kuzatayotgan, yana bir o'zbek xonadonida boshlanayotgan go'zal daqiqalar qanaqa o'tganligiga qiziqayotgan qadrli tomoshabinlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Sinoda atalmish tantanali saroyida ustozim bilan birgalikda yana bir baxtli oilaning baxtli kunlarida birgalikda xizmatdamiz. Albatta Shahzodjon ayni damda yana bir o'zbek xonadonida boshlanayotgan eng chiroyli lahzalar bilan ayniqsa kelin-kuyovlarni bugungi go'zal oqshom bilan tabriklab o'tamiz. Bugun Shahzodjon mana shu go'zal maskanni ish xodimlari, ya'ni Sinoda to'yxonasini ajoyib ish xodimlariga shukur tilab qolamiz yana va albatta o'zbegimning mana shunday to'ylari, yaxshi kunlari bor ekan, san'atkorlar o'tmaydi. Bugun barcha siz mehmonlarimizga o'zlarining eng sho'x, eng sara va jonli qo'shiqlari taqdim etish uchun Kamoliddin Erniyozov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlar tashrif buyurgan. Albatta va o'z imijini o'zgartirgan, lekin zamonaviy texnikalardan hech qachon kechinmaydigan video studio. Ya'ni Union video studiyasi ayni damda go'zal maskanga tashrif buyurishgan. Barcha mehmonlarni uzoq yillarga tarix zarralariga muhrlashga tayyor bo'lgan video studiya. Shunday ekan Shahzodjon, To'yimizni boshlab olamiz, chunki to'yxonamizga birin-ketin mehmonlarimiz tashrif buyurmoqda. Ekran qarshisida uzoqlashmang aziz mehmonlar. bizni kuzatishda davom eting. Biz sizni baxtli kunlaringizda davom etkazamiz.